Ko'z ochib yumguncha bir hafta o'tdi do'stlar. Ertaga payshanba va eFootballda yangilanish bo'lib o'tadi. Bu yangilanish 5 yoki 6 soat davom etadi va bu vaqtda eFootballga kirib bo'lmaydi. Ushbu videoda yangiliklar bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Videoni boshlashdan oldin videoga like va menga obuna bo'lib qo'ying jigarim. Birinchi navbatda haftalik potishlar. Ha do'stlar, soyalar chiqdi, ko'rsangiz bo'ladi mana. Potishlardan Trent, Pedro Neto va Esposito keladi do'stlar. Va keyingi yangiligimiz ertaga ushbu o'yinchilarni, ya'ni Neymar, Blitzkurlni tekinga olsak bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi Neymar, Blitzkurl va fenomenal finishingli Semih va qanot hujumchisi Li Kang fenomenal pas skilli bilan. Va mana taxminim bo'yicha keyingi chiqadigan gol pocher epiklar ushbu o'yinchilar bo'lishi mumkin. Adriano, David Villa, Denis Love, Rumenigi va Eto do'stlar. Va eFootball va'da bergandek 30 ta legenda kartalaridan faqatgina 28 tasi chiqdi do'stlar. Bulardan faqat ikkitasi qoldi va tez orada mana shu ikkitasini ham qo'shadi. Va bulardan bittasi Michael Yesein bo'lishi mumkin do'stlar. Hozircha yangiliklar shundan iborat. Ertaga bundan-da ko'p yangiliklar chiqadi do'stlar va bu yangiliklarni Telegram kanalimga tashlab boraman. Va shuningdek ertaga beriladigan Neymar, Semih va Li Kangni to'g'ri kuchaytirishlarini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim silkasi profilimda, kirib qo'shilib yangiliklardan tezkor ravishda xabardor bo'ling.